Homilador ayol og'riq qoldiruvchi tabletka yoki ukol qabul qilishi mumkinmi? Hozir buni sizlarga men o'zim tushuntirib beraman. Homilador ayolni birinchi trimestr deydi, birinchi 3 oylikda og'riqsizlantirish qabul qilmaganligi ma'qul, chunki bu paytda bolada organogenez, ya'ni butun organlarini shakllanishi ketadi. Ikkinchi trimestrda, bu ya'ni ikkinchi 3 oylikda bemalol og'riq qoldiruvchi ukol ham mumkin va tarkibida adrenalin saqlamaydigan anestetiklar qabul qilish mumkin. Va oxirgi 3-oyda albatta akusher ginekolog bilan maslahat qilgan holda davolash lozim, chunki bir xil paytda kutilmagan holatda reaksiya bergan holda bola tug'ilish xavfi bo'lib qolishi mumkin. Meni o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda menda shunaqa holat bo'lgan. 8 oylik homilador ayol kelganlar, 14 yilda kutayotgan farzandlari bo'lgan. Men ularga iltimos qilganman, birinchi ginekologingizga boring, maslahat qiling. Undan keyin men sizni tishingizni davolashga olaman desam, nimaga? Hamma davolab yotibdi-ku, nima siz davolamaysiz deb jahl qilib chiqib ketganlar. Lekin ming afsuski 2 oydan keyin qaytib keldilar. Men aytdim, tabriklasam bo'ladimi? Nima bo'ldi? Eson-omon qutuldingizmi deganimda, sizni gapingizga kirmagan ekanman. O'sha kuni borib boshqa klinikada davolatdim. Oldindan tug'ruq hosil bo'lib, farzandim yashamadi, nobud bo'ldi dedilar. O'shanga ehtiyotkorlik bilan farzandingizga, ayolingizga, singlingizga va homilador ayollarga ehtiyotkorlik bilan davolatishni tavsiya qilaman. Bu videoni homilador bo'layotgan, homilador bo'lmoqchi, homilador ayollarga yuborib qo'ying.